Bismillahirrohmanirrohim. Shifohiyaning 30-darsi. Ad-darsu thalathuna 30-dars. Allazi shunday kishiki, allazina shunday kishilarki. Allati shunday xotinki, allati shunday xotinlarki. Nataqa so'zladi. Yantiqu so'zlayapti. Intiq so'zlagin. Bu joylarda hozirgi, o'tgan zamon, hozirgi va kelasi zamon fe'llari va buyruq fe'llari keltirilgan. Sa'ala yo'taldi, yas'ulu yo'talyapti, us'ul yo'talgin. Atosa aksa urdi, ya'tisu aksa uryapti, ya'tis aksa urgin. Sa'ala hamza bilan bo'lsa so'radi, yas'alu so'rayapti, is'al so'ragin. Tama'a ta'ma qildi, qattiq istadi. Yatma'u ta'ma qilyapti, itma' ta'ma qilgin. Qana'a qanoat qildi. Yaqna'u qanoat qilyapti, iqna' qanoat qilgin. Hamala ko'tardi, yahmulu ko'taryapti, uhmul ko'targin. Nazala tushdi, yanzilu tushyapti, inzil tushgin. Xodama xizmat qildi, yaxdimu xizmat qilyapti, ixdim xizmat qilgin. Fa'ala qildi, bajardi, yaf'alu biror bir ish bajaryapti, if'al bajargin. Qata'a kesdi, yaqta'u kesyapti, iqta' kesgin. Xoda'a aldadi, yaxda'u aldayapti, ixda' aldagin. Mas'alatun masala, masailu masalalar. Ma'na ma'ani ma'nolar. Fi'lun ish faoliyat, af'alun ishlar. Halun holat, ahvalun holatlar. Ujratun haq, biror bir ishning evaziga beriladigan to'lov haq. Ujratun haqlar. Himlun yuk, ahmalun yuklar. Wahdahu uning o'zi, ya'ni u yakka yolg'iz o'zi. Wahdaka sen yakka o'zing. Wahdi men yakka o'zim. Majjanan bepul tekin. An haqida degan ma'nosi ham bor, keyin dan degan qo'shimcha ma'nosi ham bor. Fi da degani xususida degan ma'nosi ham bor. Sa'ala Aliyun Zaydan an hadhihi al-mas'alati. Ali Zayddan ushbu mas'ala haqida so'radi. Sami'a Aliyun fi Zaydin. Ali Zayd xususida eshitdi. Zayd borasida nimadir, qanaqadir gap eshitdi. Xodama Zaydun Bakron. Zayd Bakrga xizmat qildi. Shu yerda Zayd fa'il bo'lyapti. Ya'ni fa'il deb ish harakatini bajaruvchi shaxsga nisbatan aytilinadi. Bu yerda xodama degan fe'l bo'lyapti, xizmat qildi. O'sha Zayd bu yerda xizmat qilish ish harakatini bajaryapti. Shuni arab tilida fa'il deyiladi. Bakron bo'lsa ish harakat Bakrni ustida bajarilyapti. Ya'ni xizmat qilishlik Bakrning ustida bajarilyapti. Ya'ni Bakrga xizmat qilinyapti. Buni arablar maf'ulun bihi deydi. Zayd Bakrga xizmat qildi. Al-jumalul arabiyyatu arabiy gaplar. Ar-rajulu allazi nataqa fil bayti bil lughatil arabiyyati huwa rajulun alimun. Shunday kishiki uyda nutq qildi arab tilida, u olim kishi. Lug'aviy ma'nosi, endi qo'shib ma'no aytamiz. Uyda arab tilida so'zlagan kishi u olim kishidir. Shu yerdagi allaziga gan degan ma'no bersak ham bo'ladi. Ya'ni ar-rajulul lazi nataqa nutq qildi degani so'zladi. So'zlagan kishi deb allaziga gan degan ma'no beryapmiz. Uyda arab tilida so'zlagan kishi u olim kishidir. الرجال الذين نطقوا في البيت باللغة الفارسية هم رجال علماء.
Uyda fors tilida so'zlagan kishilar ular olim kishilardir. Al-mar'atu allati sa'alat fil hadiqati hiya khadimatuna. Bog'da yo'talgan ayol u bizning xodimamiz, xizmatchimiz. An-nisa'u allati sa'alna fil hadiqati hunna khadimatuna. Bog'da yo'talgan ayollar ular bizning xizmatkorlarimizdir. Ar-rajulu allazi atasa al-ana wara'aka huwa sadiqi. Hozir orqangda aksa urgan kishi u mening do'stimdir. Ar-rijalu allazina sa'alu 'indana aktharuhum marda. Bizning huzurimizda aksa urgan kishilar ularning aksari, aksaruhumdagi humdan murod kishilar. O'sha kishilarning ko'pchiligi bemordirlar. Bizning huzurimizda yo'talgan kishilarning aksari bemordirlar. Ar-rijalu allazina atasu 'indakum aktharuhum asihha'u. Sizlarning huzuringizda aksa urgan kishilar aksaruhum ularning ko'pchiligi asihha'u sog'lomdirlar. Ar-rajulu allazi sa'ala bakran 'an ma'na hadzal kalami huwa rajulun jahilun. Bakirdan bu so'zning ma'nosi haqida so'ragan kishi u johil kishidir. Ar-rajulu allazi sa'ala bakran. Bakirdan so'ragan kishi nima haqida? Bu yerda an haqida degan ma'noda kelyapti. An ma'na hadzal kalam, bu kalomning, bu so'zning ma'nosi haqida Bakirdan so'ragan kishi huwa rajulun jahil, u johil kishi. Al-mar'atu allati sa'alat Hinddan so'ragan ayol nima haqida? An hadhihi al-mas'ala. Bu mas'ala haqida Hind, bu ism. Hinddan so'ragan ayol hiya rafiqatuha. O'sha ayol rafiqatuha deya ha zamir Hindga qaytadi. U Hindning sherigidir. Sa'altu Zaydan an hali Bakrin. Zayddan Bakrning holati haqida so'radim. Haula'ir rijalu sa'aluna. Bu kishilar bizdan so'radilar. An ahvali jironina. Qo'shnimizning ahvollari haqida. Haula'in nisa'u sa'alna ummahatina. Bu ayollar onalarimizdan so'radilar. An ahvali akhawatina. Opa-singillarimizning holatlari haqida onalarimizdan bu ayollar so'radilar. Allazi sa'alaka anifan sadaqatan huwa rajulun faqir. Allazi shunday kishiki sa'alaka sendan so'radi anifan ozgina oldin. Sadaqa ya'ni sadaqa. Sadaqa ozgina oldin sendan sadaqa so'ragan kishi huwa rajulun faqir, u faqir kishidir. Haula'il fuqara'u sa'aluna sadaqatin. Bu faqirlar sadaqani bizdan so'radilar. Bizdan sadaqa so'radilar. Ar-rijalu allazina tama'u fil aghniya'i bi sadaqatin hum fuqara'u. Ar-rijalu allazina shunday kishilariki tama'u fil aghniya boylarga tama qildilar. Nima qilib? Bi sadaqa so'rab. Ya'ni sadaqa istab, sadaqa berishini istab boylarga ta'ma qilgan kishilar hum fuqaro, ular kambag'aldurlar. Ar-rijalu allazina ma tama'u fi ahadin bi shay'in la bi sadaqatin wa la bi hadiyatin hum aghniya'u. Ar-rijalu allazina shunday kishilariki ma tama'u ta'ma qilmadilar fi ahadin bi shay'in biror bir kishiga biror bir narsa, ya'ni hech kimga biror bir narsa so'rab ta'ma qilmagan kishilar na sadaqa so'rab, na sovg'a, hadiya so'rab ta'ma qilmagan kishilar ular boylardir. Al-insanu allazi qana'a bimalihi wa thamanihi huwa insanun aqil. Al-insanu allazi qana'a qanoat qilgan inson bimalihi moliga va thamanihi puliga u aqlli insondir. Moli va puliga qanoat qilgan inson aqlli insondir. Aqlli inson kim deb so'rasa, moli va puliga qanoat qilgan kishidir. An-nasu allazina qana'u bi amwalihim wa athmanihim hum unasun uqala'u.
pullari, mollariga qanoat qilgan insonlar ular aqlli insonlardir. Allazi hamala hazal himla huwa hammalun qawiyyun. Bu yukni ko'targan kishi kuchli yuk tashuvchidir. Allati khadamatna fi baytina fi sanati al-madiyati hiya khadimatun aqilatun. O'tgan yilda uyimizda bizga xizmat qilgan ayol, u aqlli ayoldir, aqlli xizmatchidir. Allazina fa'alu fi hadhihi al-af'ali hum khuddamuna. Bu ishlarni bajarganlar ular bizning xuddamuna, xizmatchilarimiz. Allazi qata'a hadhihi ash-shajarata huwa akhi. Bu daraxtni kesgan u mening akam. Allazina khada'u ha'ula'i ar-rijala hum rijalun zalamatun. Bu kishilarni aldaganlar zolim kishilardir. Al-mar'atu allati kharajat al-yawma ila as-suqi hiya imra'atun faqiratun. Bugun bozorga chiqqan ayol u kambag'al ayoldir. An-nisa'u allati kharajna min hadiqatina hunna dayfatuna. Bog'imizdan chiqqan ayollar ular bizning mehmonlarimizdir. Nataqa Aliyun bi kalamin ajibin. Ali ajoyib so'z ila so'zladi, nutq qildi. Nataqtu bi kalamin tawil. Ko'p gapirdim degan ma'no. Uzun so'zlar bilan gapirdim. Oddiy ma'nosi ko'p gapirdim. Ma nataqtu al-yawma bil lughati al-arabiyyati. Bugun arab tilida gapirmadim. Arabcha gapirmadim. Sa'ala hadha al-maridu laylan. Bu kasal tuni bo'yi yo'taldi, tunda yo'taldi. Ma atastu al-yawma aslan. Bugun aslo aksa urmadim. Ma sa'altu ustazi. Ustozimdan so'ramadim. An hadhihi al-mas'alati al-asirati. Bu qiyin mas'ala haqida ustozimdan so'ramadim. Ma sa'altu ahadan. Biror bir insondan so'ramadim. An hadhihi al-mas'alati al-ajibati. Bu ajoyib mas'ala haqida. Ma tama'tu fi ahadin malan. Hech kimga mol so'rab ta'ma qilmadim. Qana'tu bi amwali. Pullarimga qanoat qildim. Ma qana'tu bi ulumi. Ilmlarimga esa qanoat qilmadim. Hamala hadha al-hammalu sunduqan al-kabira wahdahu min hadha al-bayti ila dhaka al-bayt. Bu yuk tashuvchi katta sandig'imizni yolg'iz o'zi, wahdahu yolg'iz o'zi, min hadha al-bayti bu uydan ila dhaka al-bayt ana u uyga nima qildi? Hamala ko'tarib o'tdi. Toshidi yoki haula'il hammaluna hamalu ahmalan kathiratan. Bu yuk tashuvchilar ko'p yuklarni toshidilar, ko'tardilar. Ana hamaltu hadha al-himla wahdi. Men bu yukni yolg'iz o'zim ko'tardim. Anta ma hamalta dhaka al-himla wahdak. Sen ana bu yukni yolg'iz o'zing ko'tarmading. Khadamana hadha al-khadim. Mana bu xizmatchi bizga xizmat qildi. Minas sinin al-madiyati. O'tgan yili bi ujratin kathira. Ko'p haq evaziga. Bu xodim o'tgan yili ko'p haq evaziga bizga xizmat qildi. Ma khadamana ahadun majjanan. Ahadun hech kim bizga bepulga xizmat qilmadi. Xodamtu ustaziyal yawma majjanan. Bugun ustozimga bepul xizmat qildim. Xuddamuna qata'ul yawma ashjaran maridatan min ashjari hadiqatina. Bizning xizmatkorlarimiz bugun daraxtlarni kesdilar. Bugun al-yawma ashjaran maridatan. Kasal daraxtlarni kesdilar. Min ashjari hadiqatina. Bog'imiz daraxtlaridagi kasal daraxtlarni xizmatkorlarimiz kesdilar. Hadha ar-rajulu az-zalimu khada'a jarana. Bu zolim kishi qo'shnimizni aldadi. Allazi qara'a hadha al-kitaba huwa waladun zakiyun. Bu kitobni o'qigan u zaki, zukko boladir. Ziyrak boladir. Allazi manaha al-fuqara'a sadaqatinhum huwa rajulun saxiy. Faqirlarga sadaqalar bergan kishi huwa rajulun saxiy. U saxiy kishidir.
Allazi jama'a kutuban kathiratan huwa rajulun alimun. Ko'p kitoblarni to'plagan, jamlagan kishi u olim kishidir. Allazi alima hadhihi al-mas'alata al-asirata huwa rajulun alimun. Bu qiyin mas'alani bilgan u olim kishidir. Allazina fahimu ma'na kalamika hum azkiya'u. Kalamika so'zingni ma'nosini tushunganlar ular donodirlar. Sa'alani Zaydun, Zayd mendan so'radi kitaban bir kitobni. Famanahtuhu kitabak va unga sening kitobingni berib qo'ydim. Hamaltu hadha as-sunduqa al-kabira wahdi min al-bayti ila al-hadiqati. Bu katta sandiqni vahdi yolg'iz o'zim hamaltu ko'tardim minal bayt uydan ilal hadiqa bog'ga. Qata'tu al-yawma ba'da aghsani hadhihi ash-shajarati at-tawilati. Bugun bu uzun daraxtning ba'zi shoxlarini kesdim. Ma sa'altu al-ana bal atastu. Hozir men yo'talmadim balki aksa urdim. Hal sa'ala hadha al-maridu aw atasa? Bu kasal aksa urdimi yoki yo'taldimi? Akaltu at-ta'ama allazi manahtahu li anifan. Hozirgina men uchun bergan taomni yedim. Akaltu taomni yedim. Shunday taomiki manahtahu o'sha taomni menga hozir berishgan edi. Darabtu ar-rajula allazi shatamani. Meni so'kgan, ya'ni haqorat qilgan kishini urdim. Qara'tu al-yawma sabahan. Bugun ertalab kitob o'qidim. Allazi shunday kitobiki manahanihi uni menga muallimik amsi naharon. Kecha muallimim kunduzi bergan edi. Kecha muallimim kunduzi bergan kitobni bugun ertalab o'qidim. Katabtu al-yawma bil qalami allazi akhadhtuhu min rafiqi amsi. Bugun qalam bilan yozdim. Allazi shunday qalamiki akhadhtuhu uni olgandim min rafiqi amsi kecha sherigimdan. Kecha sherigimdan olgan qalam bilan bugun yozdim. Jama'tu ad-dafatira allati katabtu fiha fi shahri Ramazon qabla ayyamil Eid. Daftarlarni jama'tu to'pladim. Allati shunday daftarlariki katabtu fiha hazamir daftarlarga yozgandim. Katabtu yozgandim fi shahri Ramazon, Ramazon oyida qabla ayyamil Eid, hayit kunlaridan oldin Ramazon oyida yozgan daftarlarni nima qildim? To'pladim, jamladim. Raja'na min al-qaryati allati sakanna fiha fi awwal hadha ash-shahri. Qishloqdan qaytdik. Allati shunday qishloqiki sakanna fiha o'sha qishloqda turgandik. Fi awwal hadha ash-shahr bu oyning avvalida. Bu oyning avvalida yashagan qishloqdan qaytdik. Nazara Zaydun ila ar-rajuli allazi jalasa fi zuqaqina wa ra'a babina wahdah. Zayd ila ar-rajuli allazi bir kishiga qaradi. U shunday kishiki jalasa fi zuqaqina bizni ko'chamizda o'tirgandi. Wa ra'a babina wahdahu eshigimizning orqasida yolg'iz o'zi. Eshigimizning orqasida yolg'iz o'zi bizning ko'chamizda o'tirgan kishiga Zayd qaradi. Bizning ko'chamizda eshigimizning orqasida yolg'iz o'zi o'tirgan kishiga Zayd qaradi. Kharajtu al-ana min al-hujrati allati dakhaltu fiha anifan. Hozir chiqdim hujradan, xonadan allati dakhaltu fiha anifan. Ozgina oldin unga kirgan edim. Ozgina oldin kirgan xonadan hozir chiqdim. Sami'tu al-mas'alata allati qara'aha muallimuna al-yawma min hadha al-kitabi. Bugun muallimimiz bu kitobdan o'qigan mas'alani eshitdim. Nataqa lana muallimuna bi aqwalin kathiratin bil lughati al-arabiyyati fa fahima aktharuna ma'aniha. Nataqa lana biz uchun muallimimiz nataqa so'zladi bi aqwalin kathiratin ko'p so'zlarni bil lughati al-arabiyyati arab tilidagi ko'p so'zlarni muallimimiz bizga so'zladi. Fa fahima aktharuna bizning aksarimiz ya'ni aksar o'quvchilarimiz ma'aniha o'sha so'zlarning ustozimiz so'zlagan so'zlarning ma'nolarini ko'pchiligimiz tushundi. Fahimtu ma'ani aqwalika sening so'zlaringning ma'nosini tushundim. Af'ali kathiratun ishlarim ko'p.
Ahvalu hadha ar-rajuli mashhuratun. Bu kishining ahvoli, holatlari hammaga mashhur, ma'lum. Ujratu hadha al-xodimi kathiratun. Bu xizmatchining to'lovi, haqqi ko'p. Hadhihi al-mas'alatu ajibatun. Bu mas'ala ajoyibdir. Al-masailu al-a'jibatu kathiratun. Ajoyib mas'alalar ko'p. Ma'na hadha al-qawli laysa bi'ajibin. Bu so'zning ma'nosi ajoyib emas. معنى الكلمات العربية في هذا الكتاب مكتوبة تحتها باللغة التركية. Arab so'zlarining ma'nolari fi hadal kitob, mana bu kitobdagi, ya'ni Shifohiya kitobidagi arabcha so'zlarning ma'nolari maktubatun yozilgandir, tahtaha ostiga, bil lug'ati turkiyati, turkiy so'z bilan. Ya'ni Shifohiyaning birinchi chiqqan ko'rinishlarida Shifohiya kitobini arabcha matnlarini ostiga turk tilida, turkcha eski o'zbek yozuvida ma'nolari yozilgan ekan. O'shani aytayapti. Ma'na kalimatil arabiyyati fi hadha al-kitab, bu kitobdagi arabcha so'zlarning ma'nolari maktubatun tahtaha, o'sha arabcha so'zlarning ostiga yozilgan, bil lug'ati turkiy tilda demoqchi. Alimna bi hadha al-kitabil jadidi, bu yangi kitob bilan kalimatin kathiratan, ko'p so'zlarni bilib oldik, minal lug'atil arabiyya, arab tilidagi. Bu yangi kitob orqali arab tilidagi ko'p so'zlarni bilib oldik. Al-azkiya'u min talamizi madrasatina alimu bi hadhal kitabi kalimatin kathiratan min al-lughatil arabiyya. Madrasamiz o'quvchilarining eng yaxshi o'quvchilari, donolari bu kitob sababidan arab tilidagi ko'p so'zlarni bilib oldilar. أولاد الذين ما حفظوا معاني الكلمات العربية المكتوبة في دروس هذا الكتاب إما أغبياء أو كسالى أو مرضى أو سفهاء. Bu kitob darslaridagi yozilgan arabcha so'zlarning ma'nolarini yodlamagan o'quvchilar yo tentakdir, yo kasal, yo dangasa, yo telbadirlar. Al-avladu allazina ma hafizu yodlamagan talabalar. Nimani yodlamadi bular? Ma'aniyal kalimatil arabiyyati, arabcha so'zlarning ma'nolarini, ya'ni lug'at yodlamadi demoqchi. Al-maktubati fi durusi hadal kitob, mana shu Shifohiya kitobining darslarida yozilgan arab kalimalarini, arabcha so'zlarni, lug'atlarni ma'nolarini yodlamagan o'quvchilar imma ag'biya, yoki tentakdirlar, أو كسالى yoki dangasadirlar, أو مرضى yoki kasal, أو سفهاء yoki telbadirlar. Hop, quyidagi so'zlarni arab tiliga tarjima qiling. Hop. Biroz oldin xonada so'zlagan kishi bizning qo'shnimizdir. Ar-rajulu allazi nataqa anifan fil hujrati huwa jaruna. Biroz oldin xonada so'zlagan kishilar, ular bizning qo'shnilarimizdir. Ar-rijalu allazina nataqu anifan fil hujrati hum jiranuna. Kecha bog'da o'tirgan xotin mening onamdir. Al-mar'atu allati jalasat amsi fil hadiqati hiya ummi. Balkonda o'tirgan bu xotinlar bizning buvalarimizdir. Haula'i an-nisa'u allati jalasna fi shurfati hunna jaddatuna. An-nisa'u allati, shunday ayollariki, jalasna fi shurfa balkonda o'tirgan ayollar, hunna jaddatuna, ular bizning momolarimizdir, buvlarimizdir. U hozir yo'taldi. Huwa sa'ala al-ana. Ular biroz oldin
Ular hozir yo'taldilar. Huwa hum sa'alu al-ana. Hozirgina ko'plik ekan. U ayol biroz oldin aksa urdi. Hiya atosat anifan. Ozgina oldin aksa urdi. Xo'p, u ayol biroz oldin aksa urdi. Hiya atosat anifan. Ular biroz oldin ayolga nisbatan aksa urdilar. Hunna atosna anifan. Ular ayollar ozgina oldin aksa urdilar. Xo'p. Sen Zayddan bu masala haqida so'rading. Anta sa'alta Zaydan an hadhihi al-mas'alati yoki min qo'ysa ham bo'ladi. Anta sa'alta min Zayddan so'rading an hadhihi al-mas'alati bu masala haqida. Sizlar Zayddan anavi masala haqida so'radinglar. Antum sa'altum min Zaydin an tilkal mas'alati anavi masala haqida. Men Alidan mashhur masala haqida so'radim. Ana sa'altu Aliyan anil mas'alatil mashhurati. Yoki min Aliyin. Ana sa'altu min Aliyin anil mas'alatil mashhurati. Xo'p. Biz Alidan mashhur masala haqida so'radik. Nahnu sa'alna min Aliyin anil mas'alatil mashhurati. Men sendan hech narsa haqida so'ramadim. Ana ma sa'altu minka an shay'in qattu. Ya'ni hech narsa haqida sendan so'ramadim. Biz sizdan hech narsa haqida so'ramadik. Nahnu ma sa'alna minkum an shay'in qattu yoki aslan. Xo'p, sen mendan ko'p masalalar haqida so'rading. Anta sa'alta minni an masaila kathiratan. Siz bizdan ko'p masalalar haqida so'radingiz. Antum sa'altum minna an masaila kathiratan. Bu kishi sendan sovg'a ta'ma qildi. Hadha ar-rajulu tama'a minka hadiyatan. Bu kishilar sizlardan sovg'alar umid qilishdi. Haula'ir rijalu tama'u hadaya minkum. Yoki haula'ir rijalu tama'u minkum hadaya. Men sendan sovg'a ta'ma qilmadim. Ana ma tama'tu minka hadiyatan. Biz sizlardan sovg'alar umid qilmadik. Nahnu ma tama'na minkum hadaya. Bu kambag'al anavi boydan sadaqa ta'ma qildi. Hadha al-faqiru tama'a min dhaka al-ghaniyyi sadaqatan. Otam o'z moli dunyosi bilan qanoat qildi. Qana'a abi bimalin oz mol dunyo bilan qanoat qildimikin yoki o'zining moli dunyosi bilan qanoat qildimikin? Oz bo'lsa, otam oz mol dunyo bilan qanoat qildi. Qana'a abi bimalin qalilin. Ozgina mol dunyoga qanoat qildi shunda. Bu kambag'al kishi ozgina mol dunyoga qanoat qildi. Qana'a hadha ar-rajulul faqiru ala malin qalilin. Sen ozgina mol dunyoga qanoat qilmading. Anta ma qana'ata ala malin qalilin. Men ilmga qanoat qilmadim. Ana ma qana'atu ala ilmi. Ala ilmin. Agar ilmimga qanoat qilmadim bo'lsa, ala ilmi bo'lib qo'shiladi. Biz ozgina mol dunyoga qanoat qildik. Nahnu qana'na ala malin qalilin. Bu kishi anavi katta toshni yolg'iz o'zi ko'tardi. Hadha ar-rajulu hamala dhaka al-himla wahdahu. Katta yukni yolg'iz o'zi ko'tardi. Bu yuklarni hech kim ko'tarmadi. Ma hamala hadhihi al-ahmala ahadun. Hech kim bu yuklarni ko'tarmadi. Xo'p,
Men bu sandiqni yolg'iz o'zim ko'tardim. Ana hamaltu hadha sunduqa wahdi. Sen balkondan tushding-u, anavi mehmonlar balkondan bog'ga tushdilar. Ya'ni sen balkondan tushding, anavi mehmonlar balkondan bog'ga tushdilar. Sen balkondan tushding. Anta nazalta minash shurfa. Va ulaika duyuf, anavi mehmonlar nazalu minash shurfati, balkondan ilal hadiqati, bog'ga tushdilar. Anta nazalta minash shurfati va ulaika duyufu nazalu minash shurfati ilal hadiqati. Bu bola anavi uyning ustidan tushdi. Hazal waladu nazala min fawqa zakal bayti. Muazzin minoradan hozirgina tushdi. Al muazzinu nazala minal minarati anifan. Hozirgina, ya'ni ozgina oldin bo'lsa, hozirgina, hozir bo'lsa al-ana, ozgina oldin bo'lsa anifan. Al muazzinu nazala minal minarati al-ana. Men biroz oldin ushbu daraxt ustidan tushdim. Ana nazaltu min fawq hadhihi ash-shajara anifan. Bu xizmatkor o'tgan yili juda oz haq evaziga xizmat qildi. Xodama hadhal xodimu fi sanatil madiyati ala ujratin qalilatin jiddan. Bu yil o'sha xizmatchi bizga ko'p haq evaziga xizmat qildi. Xodama hadhal xodimu fi hadhihi sanati ala ujratin kathiratin. Anavi xizmatchi hech kimga tekinga xizmat qilmadi. Zakal xodimu ma xodama ila ahadin majjanan. Anavi xizmatchi ma xodama ila ahadin, hech kimga xizmat qilmadi majjanan, bepulga. Xo'p, sen bugun juda ko'p ishlar qilding. Anta amilta al-yawma a'malan kathiratan jiddan. Men kecha oz ish qildim. Ana amiltu amsi amalan qalilan. Men kecha bog'da anavi yo'g'on daraxtni kesdim. Ana qata'tu amsi tilka ash-shajaratal ghalizata fil hadiqati. Siz anavi uzun daraxtni kesdingizmi? Hal qata'tum tilka ash-shajaratat tawilata. Anavi mashhur zolim savdogar meni kecha bozorda aldadi. Khada'ani zaka at-tajiru az-zalimul mashhur amsi fi as-suqi. Bu rostgo'y hunarmand hech kimni aldamadi. Ma khada'a hadha as-sani'u as-sadiqu ahadan. Yoki hadha as-sani'u as-sadiqu ma khada'a ahadan. Hech kimni aldamadi. Sen meni aldadingmi? Ama khada'atni, aldamadingmi? Aldamadingmi ekan? To'g'ri aytibman. Ama khada'atni, aldadingmi bo'lsa, hal khada'tani bo'ladi. Aldadingmi bo'lsa, sen meni aldadingmi bo'lsa, hal khada'tani yoki akhada'tani bo'ladi. Yo'q, men hech kimni aldamadim. La ana ma khada'tu ahadan. Men bugun ustozimdan ko'p so'zlarning ma'nolarini so'radim. Sen anavi so'zning ma'nosini bilmading. Ana sa'altul yawma min ustazi an ma'anil kalimatil kathirati. Ko'p so'zlarning ma'nolari haqida ustozimdan bugun so'radim. Sen anavi so'zning ma'nosini bilmading. Anta ma alimta ma'na tilkal kalimati. Men bu so'zning ma'nosini kecha bildim. Ana alimtu ma'na hadhil kalimati amsi, kecha. Do'stimdan kecha bozorda sening ahvolingni so'radim. Sa'altu min sadiqik an halika amsi fi suqi. Do'stingdan ekan. Xo'p, bu odam sendan qo'shningni ahvolini so'radi. Sa'ala hadha ar-rajulu minka an hali jarik. Men bu tabibdan bemor qarindoshimning ahvolini so'radim.
أنا سألت من هذا الطبيب عن حال قريب المريض. ya'ni bemor qarindoshimning ahvoli haqida so'radi. Xo'p, bemorlarning ahvollari juda og'irdir. Ahvalul mardo thaqilun jiddan. Bizning ahvolimiz juda yaxshi. Ahvaluna tayyibun jiddan. Qabihun deb agar yomondir, ya qabihun jiddan desa ham bo'ladi. Xo'p, bu so'zning ma'nosi qiyindir. Ma'na hadhihi al-kalimati sa'bun. Bu mas'ala juda qiziqdir. Hadhihi al-mas'alatu ajibatun jiddan. Bu katta xizmatchining haqqi juda ko'pdir. Ujratu hadha al-khadimil kabiri kathirun jiddan. Xo'p, anavi kichkina xizmatkorning haqqi oz. Anavi ujratu zakal xodimil sag'iri qalilun. Bu mas'ala juda mashhur emas. Hadhihi al-mas'alatu laysat bi mashhuratin jiddan. Men sening bu so'zingning ma'nosini hech tushunmadim. Men sening bu so'zing ma'nosini hech tushunmadim. Ana ma fahimtu ma'na hadhihi. Yo'q. Shu yerda men sening bu so'zing ma'nosini hech tushunmadim deganda ana ma fahimtu ma'na hadhihi al-kalimati bo'lsa, men bu so'zning ma'nosini tushunmadim bo'ladi. Endi men bu so'zingning ma'nosini hech tushunmadim bo'lsa, ana ma fahimtu ma'naka hadhihi al-kalimati qattu. Xo'p, men sening bu so'zing ma'nosini hech tushunmadim. Ana ma fahimtu ma'na kalimataka hadha qattu. Baxtiyor kishining holati juda yaxshidir. Halur rajulis sa'idi tayyibun jiddan. Ya'ni baxtli kishining holi demoqchida. Bizning har birimizning ahvolimiz yaxshidir. Ahvalu kulli minna tayyibun. Alhamdulillah.